Unda birinchi savoldan boshlasak. Demak, birinchi savolda 156 natural bo'luvchilar yig'indisini so'ragan ekan. Demak, natural bo'luvchilar yig'indisini topishda biror sonni formulasi bor edi. Ya'ni uni tub ko'paytuvchilarga ajratib, mana 156 sonini tub ko'paytuvchilarga ajratib chiqardik birinchi. Mana 156 ni 2 ga bo'lsam 78, 2 ga bo'lsam 39, 3, 13, 13, 1. Ekran nimaga qotib qoldimi? Uzoqda turibdi. Hozir yozganim ko'rindimi, ko'rinmadimi? Hozir boshqatdan yuklayapti. Ko'rindimi hammaga? Javob yaxshimi? Aha. Demak, birinchi savolda aytyapti, mana bu 156 sonining natural bo'luvchilari sonini so'rayapti ekan. Uni topishimiz uchun birinchi uni tub ko'paytuvchilarga ajratishimiz kerak edi. Mana ajratdim. Endi bu 2 ning kvadrati ko'paygan 3 ko'paygan 13 ekan. Endi natural bo'luvchilari sonini topish formulasi bor edi. Misol uchun, darajalarga 1 ni qo'shib ko'paytirib qo'ysak, natural bo'luvchilari soni chiqadi. Bizga natural bo'luvchilari sonini emas, natural bo'luvchilar o'sha yig'indisini so'rayapti ekan. Yig'indisini topishda ham formulasi bor-da. Bu necha bo'ladi? 4, 12. Mana shu sonni 12 ta bo'luvchisi bor ekan. Bizga o'sha 12 ta bo'luvchini top deyapti-da, yig'indisini. U natural bo'luvchilar yig'indisini topishimiz uchun nima qilardik? Mana shu tub ko'paytuvchiga ajratganimizdan keyin o'shaning darajasini bittaga oshirardik-da, 1 dan ayirib 2 minus 1 ko'paytirilgan 3 kvadrati minus 1 taqsim 3 minus 1 13 ning kvadrati minus 1 taqsim 13 minus 1. Shuni hisoblasak 392 chiqadi. Mana shu natural bo'luvchilar sonini topib beradi. Ikkinchisi hisoblang deyapti ekan. Demak, bu suratiga teginmaymiz. Suratini o'zi turaversin. Suratda nima bo'lsa o'sha turibdi deb tasavvur qilaylik. Bu yerni yozib o'tirmam. 2 ni chiqarsam 2 ni 6-chisi minus 1 bo'ladi mahrajda. Plyusdan surati buni ham o'zi turibdi. Mana bu suratda mahrajdan 3 qovusini tashqariga chiqaradigan bo'lsam 3 ni 6-chisi minus 1 bo'ladi. Plyusdan 4 ni 4-chisi plus 4 kvadrat plus 1 taqsim bu yerdan 4 ni chiqaradigan bo'lsam nima bo'ladi? 4 ni 6-chisi minus 1 bo'ladi. Teng. Endi mana bu 2 ni 6-chisi minus 1 ni ko'paytuvchiga ajratsam, ya'ni 2 ning kvadratining kubi minus 1 ni kubi deb ikkitaga ajratadigan bo'lsam nima bo'ladi? 2 ni kvadrati minus 1, 2 ni 4-chisi plus 2 ni kvadrati plus 1 bo'ladi. Xuddi shunday 3 tikini ham ajratsak, 3 kvadrati minus 1, 3 ni 4-chisi plus 3 kvadrat plus 1 bo'ladi. Bunisini ham 4 tikini ham ajratsak, 4 ning kvadrati minus 1, 4 ni 4-chisi plyusdan 4 ni kvadrat plus 1 bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, mana buni ikkinchi qavsi, mana ikkinchi qavsi mana surati bilan bir xil bo'lyapti. Endi bu surati bilan bu qisqarib ketar ekan. Xullas, mana buni bitta qavsi bilan bu qisqaradi. Buni surati bilan buni qavsi qisqaradi. Bu bilan bu qisqaradida, suratda nima qoladi? 1 qoladi. Mahrajda bitta 2 bilan nima qoldi? 2 ning kvadrati minus 1 qoldi. Ya'ni birinchi qavs qolyapti. Plyusdan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 kvadrat minus 1 qoldi. Plyusdan 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati minus 1 qoldi. Endi shuni hisoblab qo'yishimiz kerak ekan. Shuni hisoblasak nima bo'ladi? 1 taqsim 2 ko'paytirilgan mana bu necha bo'ladi? 4 3 bo'lar ekan. Plyusdan 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 8 plus 1 taqsim 4 ko'paygan 16 dan 1 ayirsak necha bo'ladi? 15 bo'ladi. Hisoblasak 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 24 plus 1 taqsim 60. Shuni qo'shib chiqsak 9 taqsim 40 chiqdi. Umuman 120 bersa 27 taqsim 120 bu qisqarib ketsa 9 taqsim 40 chiqar ekan. D javob chiqadi. Uchinchisi. Savol yo'qmi hozir 1-2 bo'yicha hech kimda? Menimcha hech kimda savol bo'lmasa kerak 1-2 bo'yicha. Va
Aha, unda keyingisiga o'tdik. 3-savol. Ustoz deyapti. Ustoz bor ekan. Uni keyin shogirdi bor ekan. Demak, ustoz aytyapti, ustoz 4 kunda, ustoz bir ishni 4 kunda tugatar ekan, bir o'zi. Shogirdi esa 12 kunda tugatar ekan shu ishni. Endi aytyapti, ikkalasi bir kun ishlabdi. Demak, bu ustoz bir kunda qancha qismini bo'ladi? 4 dan 1 bo'ladi. Shogirdi bir kunda 12 dan 1 qismini bo'ladi o'zi. Agar alohida ishlasa-da, endi bir kunda qilgan ishlari bu. Endi ikkalasi birgalikda bir kun ishlatdi deyapti mana. Ikkalasi birgalikda demak bir kun ishlabdi. Keyin qolgan ishni o'zini shogirdi o'zi tugatibdi. Qandaydir shogirdi bir kunda 12 dan 1 qismini bo'lardi. Endi bu x kunda shu tugatdik. Jami qilgan ishi bir butun bo'lishi kerak. Mana shu yerdan x topishimiz kerak. Endi aytyapti, qolgan ishni shogirdining o'zi tugatib qo'ydi. Ish necha kunda tugadi? Demak, ish necha kunda tugadi deyapti. Shogirdi necha kun ishladi demayapti. Ish necha kunda tugaganini so'rayapti. Demak, bu umuman berib qo'ysak, bunga nechtadan beramiz? 3 tadan bersam 4 taqsim 3 bo'ladi. Qisqartirsak 3 ga 1 taqsim 4 bo'lar ekan. Plus x taqsim 12 teng bo'ldi 1 ga. X taqsim 12 teng ayirsak 3 bu yoqqa o'tsa 3 taqsim necha bo'ladi shunda? 3 taqsim 4 bo'ladimi? Bu bilan bu qisqarsa bu yerda necha qoladi? Xato ketdi. 3 ketsa bu yerda x teng 9 chiqyapti. Bunday chiqmash kerak edi. Adashdimmi men? Ustoz 4 kunda bajaradigan ishni shogirdi 12 kunda bajaradi. Ikkalasi bir kun ishlashdi va ishni qandaydir qismini tugatishdi. Qolgan qismini shogird o'zi tugatib, ish necha kunda tugagan? Demak, bu 4 dan 1. Bunga 3 tadan bersak, qo'shsak 4. Mana 1 taqsim 3 bo'lar ekan. Shu yerda adashib ketdim. 1 taqsim 3 bo'ladi. Keyin bu yoqqa minus o'tsa, bu 2 taqsim 3 bo'ladi. 2 taqsim 3 bu bilan bu qisqarsa bu yerda 4 qoladi. Bu yerda 8 chiqadi-da. Bu yerda 8 chiqish kerak-da. Demak, x shogirdi yana 8 kun ishlaganda, jami ish necha kunda tugayapti deyapti. 1 kun ishlaydi, shuning uchun 9 kunda tugaydi. Mikrofonlaringizni o'chirib qo'yinglar, xalaqit beryapti. Keyingisi, bu bo'yicha savol yo'qmi hech kimda? Bu bo'yicha savol yo'q. 4-inchisi. Do'kondagi ko'ylakni sotuvdagi narxi 1.200.000 so'm ekan. Agar uning narxi dastlab shunchaga oshirilib, so'ng yanada ham shuncha kamaytirsa, uni sotuvdagi narxi necha pul bo'ladi deyapti. Demak, 1.200.000 edi narx. Shuni ustiga 40% qo'shildi mana. O'zi 100% edi. Shunga 40% qo'shdik mana. Keyin ma'lum vaqtdan keyin mana shu o'zi keyin uni 100% deb tasavvur qilsak, shunda 10% kamaytirib. Shuni hisoblab qo'yishimiz kerak ekan. Shuni hisoblasak 1.512.000 chiqdi-da. Mana shu javob. 5-inchisi. Bu savol shu 1 dan 9 gachasi yig'inda tushgan edi. O'sha birinchi qaysi kun edi? 27-sanada. Endi buni aytibdi, quyidagilardan qaysi biriga bo'linadi deyapti. Buni hisoblasak mana 1 plus 2 1 ni kubi plus 2 ni kubi plus 3 ni kubi plus nuqta n ning kubi bo'lsa, shuni formulasi bor edi. Keyingisi shu 1 dan n'gacha bo'lgan sonlarning kublarini yig'indisini topish uchun 1 plus n taqsim 2 ko'paytirilgan n ning nimasi qilardik? Kubi qilardik. Kvadrati degan kubi debman. Kvadratida 1 dan n'gacha bo'lgan sonlar yig'indisini kvadratga ko'tarsak, shu kublarning yig'indisini topgan bo'ladi. Hozir bizda 59 kelyapti. 1 plus 59 taqsim 2 ko'paygan 59 bo'ladi. Mana shuning kvadrati teng bo'ladi. Endi qo'shsak 60, 60 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 30 ning kvadrati ko'paygan 59 ning nimasi bo'ladi? Kvadrat bo'ladi. Endi aytayapti, mana shu ko'paytma, mana bu javoblardan qaysi biriga bo'linadi, deyapti. Bu javoblarda, demak, mana 30 degani 30 ko'paygan 30 bo'lsa, 900 bo'lsa, 60 ga bo'linadigan sonda u. Mana qolganiga bo'linmaydi, bitta shunga bo'linadi. Bo'yicha savol yo'q ham menimcha. 6-inchisi. 6-inchi savol ham bu formulani berar ekan. Qanaqa formulani beradi? Ya'ni bu 2 ning
9-sini kvadrati bo'lyapti. Gapingiz bormidi? Biror nima demoqchimidingiz? Hozir bitta ko'raylikchi. Hozir bitta shuni ishlaylik. Hozir agar ha ha. Hozir bitta agar chiqmasa to'g'rilayman hozir. Menimcha adashmasam shunaqa edi. Hozir ko'ramiz. Mana bu 4ni 9-sini 2ni 9-sini kvadrati dedim. Shu 4ni 9-sini beradi. Keyin buni 2 ko'paytirilgan 2ni 9-si ko'paytirilgan 3ning 10-si desam, plyusdan 3ni 10-sining kvadrati deydigan bo'lsak, bu savol to'ppa-to'g'ri. Kalitlar endi hammasi to'g'ri bo'lmasligi mumkin, savol lekin to'g'ri. Shunaqa edi men. O'zim kirgandim-ku buni. Bugun o'zim kirgan edim. Aniq savol shunaqa edi. Mana shuni keyin qavs kvadrati bo'ldi. Qavs kvadrati bilan bu qisqarib ketadi-da, 2ni 9-si plyusdan 3ni 10-si bo'ladi. Mana shunaqa edi. Variantlarda xato bo'lishi mumkin, lekin savol aniq shunaqa edi. Buni nima qildim o'zi mana? Xullas mana 2ni 9-sini nima dedim? 2ni 9-sini kvadrati desam, mana shuni beradi. 4ni 9-sini beradi. Endi mana bu 6. Bu 6 degani nima degani? 2 ko'paygan 3ni 2ni ham 10-si, 3ni ham 10-si bo'ladi. Keyin mana 2ni 10-sini 2 ko'paytirilgan 2ni 9-si deb yozdim. Keyin bu 3ni 10-si o'zi turibdi. Keyin mana bu 9ni 10-si bu shunga teng bo'ladi. 3ni 20-siga. Umumiy keyin bu formulani berdida mana bu ikkilangani bo'lyapti-da. Mana bu ikkilangani, bu buni kvadrati, buni kvadrati. Xullas mana a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat bo'lyapti bu. Shuning uchun a javob bo'ladi. To'g'ri bu. Savol yo'qmi bu bo'yicha? Men ham kirgan edim. 7-si. 7-sida demak x ni qiymati shunaqa berilgan edi. Keyin mana bu ifodani soddalashtiring deganmidi? Soddalashtiring demagan edi. Menimcha hisoblang degan edi-ku, ha? Soddalashtiring emas, hisoblang deb qo'yamiz shuni. Demak, mana bu birinchisi 9 plus x ning qavs kvadratini beradi. Bu formulani beryapti. Ikkinchisi 4 ildiz ostida 5 minus x ning nasi bo'ladi? Kvadrati bo'ladi bu. Endi bu o'rta plyusmidi, o'rta minus emasmidi? O'rta minusdami? Bu yerda noto'g'ri ketgan. Bu o'rta yo'q, ana shu minus bo'lgani uchun 2x bo'ladi. Menda 2x chiqadi, u x emas. X lar yo'qolib ketmaydi, x lar qoladi. Ha. Endi mana bu o'rta minus edi. Shu yerda xato ketibdi. Keyin yana to'g'rilab qo'yamiz, xudo xolasa. Demak, mana bunda aytyapman, qaranglar. Demak, mana bu kvadrat, xullas mana bu birinchisi qavs kvadratni berdi, ikkinchisi ham mana bu qavs kvadratni beradi. Kvadrat bilan mana ildizni ketkizgan vaqtimiz har doim nima qilishimiz kerak edi? Bu musbat yo manfiyni bilishimiz kerak. Agar musbat manfiyligini bilmasak, unda modulda chiqarardik. Endi mana bu shart bo'yicha mana ildiz 80 dan agar 81 bo'lganda 9 chiqardi. 9 dan kichkina son, 9 dan kichkina sondan ayirsak musbatligi aniq. Demak, x'imiz musbat son, o'sha 0-1 oraliqdagi nechidir-da bu? 0-1 oraliqdagi son. Bu yig'imda demak musbat son. Musbat son bo'lgani uchun ildizi bilan bu kvadrat ketadi-da. Ildiz bilan kvadrat ketadi-da, nima chiqadi? 9 plus x chiqadi, o'zi chiqadi. Keyingisida mana bu ikkinchisida ham mana bu kvadrat bilan ildizi ketadi-da,
E, lekin birinchi kattasini yozishimiz kerak. Bu ayirma musbat manfiy bilishimiz kerak. Mana x ni qiymatini mana yerda hisobladik. 0 1 oraliqdagi son bo'lgani uchun tushuntirish chiqadi. O'zi musbat sonda bu. Bu kattaroq. Birinchi kattasi kvadrat bilan buni ham ildizi ketadi. Demak, minusdan 4 ildiz ostida 5, minusdan plyusdan x bo'ladi. Endi x bilan x qo'shiladida 2x bo'ladi. Keyin plyus 9 minusdan 4 ildiz ostida 5 bo'ladi. Teng bo'ladi. Endi x ni o'rniga biz mana buni olib borib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerga qo'yishimiz kerak edi. Shuni 2 ga ko'paytirsam mahnajidagi 2 qisqarib ketadi. Xullas 9 minus ildiz ostida 80 ni 16 ko'paygan 5 desak 4 ildiz ostida 5 chiqadi. Plyusdan 9 minus 4 ildiz ostida 5 chiqadi. 18 minusdan 18 minusdan nima chiqadi? 8 ildiz ostida 5 chiqadi. Mana shunaqa javob chiqishi kerak. Bu yerda endi kalitlar xato bo'libdi. Hozir to'g'rilab qo'yamiz. Qaysi javobga yozsam ekan? Shu mana B javobga yozamiz. Mana B javobga A ga B ga yoz. Mayli. A ga yozib qo'yaman. Borida men o'zim kirdim-ku. Assalomu alaykum. Bugun kirib chiqdim men ham. Yo'q, plyus emas edi. Yo'q, minus edi esimda. Yo'q, bir xil tushgan, hammaga bir xil tushgan, ikki xil tushmagan. Shu mana yerdagi ildiz 18 midi? 18 qilib qo'yamiz mana. Endi keyingisiga o'tamiz. 7-chi savol aniq shunaqa edi. Ha, javoblar boshqacha bo'lishi mumkin, lekin shunaqa bordi-da. Ikkita minuslik bor edi, bitta plyuslik bor, ikkita plyuslik bor edi, adashmasam. Javoblar aniq esida odam bormi bu yerda? Anavini 8 ga o'tganimiz yo'q hali javohir. Endi anavini aytyapman. 7 ni javobi esida borlar bormi deyapman. 7-chi savol bor-ku, ildizni javoblari aniq esida bor odam bormi demoqchiman. Kalitlarni. Bu bo'pti, shunday qolag'aysin, mayli. Shunday turaversin. Mana buni bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz, 8-chisiga. 8-chisida mana o'sha mana bu indekslari yig'indisi ikkalasiniki 37 chiqibdi. Mana bu bilan bunikini yig'indisi 37 edi, aniq. Hozir 21 bo'lsa bu 14 bo'lganda, to'g'rimi? 15 emas, 14 bo'lgan. Bo'ldimi? Javoblar shoshmay turinglar. Men indeksini aytaylik. Indeksi 15 bilan 22 emas edi. Lekin mana 16 bilan 21ligi aniq bu esimda. Mana buniki esimda emasda. Ha, yo, variantlarga hali o'tmadik. Bitta savolni aytyapmiz. Hamma unday gap emas. Variant so'raganim yo'q-ku. Bitta mana bu indekslarni so'rayapman. 17 bilan 20 yozamiz. Bo'ldi. 17 bilan 20 ni yozamiz. Shunda to'g'ri bo'ladimi?
17 bilan 20 berilgan bo'lsa, demak 16 bilan 21 edi. Mana buni o'chirib qo'yamiz. Xullas, mana bu ikkalasini yig'indisi. Bu 27-sanada ham xuddi shunaqa savol tushgandi. Unda ham ikkinchi hadini so'ragan edi. Faqat mana bu indekslar sal boshqacha edi. Javoblari uniki 3 bilan 5 bilan 11 chiqqan edi. Savol xuddi shunaqa lekin. Demak, mana bu indekslar yig'indisi 37 bo'lyapti. Mana buni indekslar yig'indisi ham 37. Shuning uchun mana buni shunga moslashtiramiz. Buni ko'paytmani yozib bo'lmaydi. Shuning uchun yig'indini bunday xossasidan foydalanib, ya'ni A17 plyusdan A20 deyman, teng deyman 35 ga. Endi buni o'ylab topadigan bo'lsak, topsa bo'ladi. Demak, ko'paytmasi 150, yig'indisi bu chiqadigan son 30 bilan 5 ekan mana. 5 bilan 30 bo'lgan. Ikkalasini ko'paytirsak 150 bo'ladi. Ikkalasini qo'shsak necha chiqadi? 35 chiqadi. Endi bu yerda o'suvchi kamayuvchi demaganligi uchun mana bu A17 bilan A20 ni joyiga men 16 bilan nimani yozmoqchi edim? 21 deb yozmoqchi edimda. A16 bilan mana bu ikkalasini yig'indisi 37. Mana bu ikkalasini yig'indisi ham 37. Shuning uchun buni joyiga buni yozib yubordim. Mana A16 bilan A21 deb. Shu yig'indisi 35 ga teng, ko'paytmasi 150 ga teng. Shu ikkita ikki xil bir xil sonni o'ylab topdik. 5 bilan 30 ekan. O'suvchi, kamayuvchi demaganligi uchun ikki xil holatni ishlaymiz. Demak, A16 5 ga teng bo'lsa, A21imiz 30 ga teng bo'lsa deymiz. Birinchi holat bo'yicha. Keyin A16imiz 30 ga teng bo'lsa, A21imizni 5 ga teng bo'lsa deb ikki xil qilib ishlaymiz. Demak, bu ikkalasini bir-biridan ayirsam, A21 dan A16 ni ayiradigan bo'lsak, ikkalasining farqi 5 ta D bo'ladi. 30 dan 25 ta ayirsak, shunda nima bo'ladi? 25 bo'ladi. 25 teng 5 D bo'lyapti. Bu yerdan D ni topadigan bo'lsam 5 ekan. D ni qiymati 5 bo'ladigan bo'lsa, endi menga A2 ni so'rayapti. A2 ni topish uchun men bundan foydalansam farqi yo'q buni. A2 plyusdan 19 ta D deydigan bo'lsam, A2 ga 19 ta D ni qo'ysak 21 deb beradi. Shu 30 deyman. A2 D ni o'rniga 5 ni qo'yadigan bo'lsam, 5 ni bunga ko'paytirsak 95 bo'lar ekan. 95 teng bo'ladi 30 ga. Demak, bu yerdan A2 teng buni ayirsak minus 65 bo'lar ekan. Demak, A2 ni qiymati minus 65 chiqdi birinchi holat bo'yicha. Ikkinchi holat bo'yicha A21 dan, demak A16 ni ayirsak bu 5 ta D ni beradi. Endi 5 dan buni ayiradigan bo'lsak minus 25 bo'ladi-da. D ni qiymati bu yerda minus 5 chiqadi. Endi xuddi shu mana buni yozadigan bo'lsak A2 plyusdan 19 ta D desam, teng 5 desak, A2 minus qo'yadigan bo'lsak, minusdan 95 bo'ladi. Minus 95 teng bo'lyapti 5 ga. Bu yerdan A2 ni topadigan bo'lsak 100 bo'lar ekan. Demak, A2 ni qiymati yo 100 ga teng, yo minus 65 ga teng. Demak, mana B javobda xato ketibdi. Minus 65 bilan minus 65 u 100 ni yozishimiz kerak ekan. Yana variantlar kimdir esida bormi? Mana bu qolgan variantlar. 70 bilan hozir to'xtab turing, bitta 70 bilan minus 70 bilan 100 ni yozib olay. Minus 70 bilan 100. 75 bilan. Ham bitta variant minus emasmi hammasida? Ha. Minus 75 u 105 yoki 105. Bo'ldi, yetadi shu yerda. Keyingisi 9-chisida AN arifmetik progressiya, BN geometrik progressiya hadlari uchun deyapti. Uchalasini yig'indisi 65 ekan.
keyin B6 B5 dan katta degan, ya'ni mana buni berayotganiga sabab bu o'suvchi geometrik progressiya deganida, ya'ni B5 dan B6 katta degani. Keyin shu berilgan bo'lsa, buni toping degan ekan. Endi yozamiz. B1 plus B2 plusdan B3 teng ekan nimaga? 65 ga teng ekan. Endi B1 dan A1 ni ayirsa 1 ekan. B1 dan A1 ni ayirgan ekan 1 ekan. B2 dan A2 ni ayirsak 8 chiqqan ekan. B3 dan A3 ni ayirsak 35 chiqqan ekan. Endi uchalasini bir-biriga qo'shib yuboradigan bo'lsak, mana bu B1 plus B2 plus B3 ni qiymati yig'indisi 65. Birdan qo'yib yubordim. 65 bo'ladi. A1, A2, A3 ni qiymati yozaman mana. A1 plus A2 plus A3 bo'ladi. Minus chiqarib qavs bilan yozib oldimda endi. Buni qo'shsam 9, 9 ga buni qo'shadigan bo'lsam 44 bo'ladimi? 44 bo'lar ekan. Demak 65 tenglikni bu yerga minusi o'tadi. Mana bu A1 bilan A3 ni yig'indisini joyiga A2 plus A2 plus A2 deb yozsak bo'ladi. Teng 65 bu yoqqa minus o'tadigan bo'lsa minus 21 bo'ladi. Demak bu minus 3 ta A2 teng minus 21 bo'ldi. Bu yerdan A2 ni topadigan bo'lsak necha bo'ladi shunda? A2 7 bo'lar ekan. Demak 7 bo'lsa A2 ni joyiga men bu yerga 7 ni qo'yadigan bo'lsam B2 chiqadi. Kimnidir mikrofoni yoniqda, shuni agar o'chirib qo'yinglar. Demak, A2 7 bo'ladigan bo'lsa, B2 ni topamiz. B2 ni topadigan bo'lsam 7 minus 7 ni qo'ysam, bu yoqqa plus o'tadigan bo'lsa necha bo'ladi? 15 bo'lar ekan. Mana B2 ni topdik. Endi bizga B1, mana bu B1, B2, B3 uchalasining yig'indisi 65 edi. Shuni olib turib, mana B2 ni joyiga 15 ni qo'yib yuborsam, 15 bu yoqqa minus o'tadi. Bundan 15 ni ayiradigan bo'lsak 50 bo'ladi. Men bu yoqqa yozaman. B1 plus B3, B1 plus B3 teng 50 ekan. Endi B2 ni bilamiz biz 15 ligini. Keyin buni o'ylab topdim. Shu qul taxminan 3 bo'lsa kerak dedimda endi. 15 3 ga karrali son bo'lsa kerak dedimda. 3 bo'lsa buni 3 ga bo'ldim 5 bo'ldi. 3 ga ko'paytirdim 45 bo'ldi. Ikkalasini qo'shsam shu 50 chiqdi. Endi bundan B1imiz teng 5 dedim. Q'miz teng 3 dedim. O'ylab topdim o'sha paytda endi testda. Ammo ishlab topsa ham bo'ladi. Ishlab topmoqchi bo'ladigan bo'lsak nima qilamiz? Men buni B1 ni joyiga nima qilaman? B1 ni joyiga B2 taqsim Q deyman. B3 ni joyiga B2 ko'paytirilgan Q deyman. Teng 50 deyman. Shu B2 ni joyiga 15 qo'ysam mana 15 taqsim Q plusdan 15 ta Q teng bo'ladi 50 ga. Bu yerdan mahraj berib ishlasak kvadrat tenglama bo'ladida. Q ikkita chiqadi. Bittasi minus chiqami, bir taqsim chiqami qanaqadir chiqsa kerak. Bittasi 3 chiqadi bu yerdan. Ya'ni mana o'suvchi degan shartiga to'g'ri kelmaydi-da. Ikkinchisi mana bundan chiqqan javob ikkinchisi. Shuning uchun faqat 3 ta olamiz. Shu yerdan ishlasa kvadrat tenglama 3 chiqadi. 3 ta mega borib qo'yaversa B1imiz ham shunday chiqadi. B1 bilan quni topdik xullas. Men B1 bilan buni topdim. Bizdan nima so'ragan? Mana bu n ni so'radi. Shuni nechta hadini qo'shsang 200 bo'ladi deb savol bergan edi. Nima qildim men keyin? B endi formulasini qo'ydim. B1 ko'paytirilgan 1 minus q ni n'inchisi taqsim 1 minus q teng nima edi? 200 edi formulasi. 200 ga teng. B1 ni o'rniga 5 ni yozdim. Q'ni joyiga 3 ni yozdim. 3 ni n'inchisi taqsim 1 minus 3 bo'ladi. Teng bo'lyapti 200 ga. B5 demak 5 bilan mana buni qisqartirib oladigan bo'lsak nima bo'ladi bu yerda? 40 qolar ekan. Demak 40 bo'ladigan bo'lsa, buni joyini almashtiradigan bo'lsak, ikkalasini joyini almashtirsak nima bo'ladi? Minus chiqadi bu yoqqa o'tib 80 bo'lar ekanda, 3 ni n'inchisi teng 81 bo'lar ekan. Demak bu yerda n teng 4 ekan. Demak shu yerdan 4 ta hadini yig'indisi shunga teng ekan mana. S javob shu to'g'ri ekan. Bu bo'yicha savol yo'qmi hech kimda? Savol bo'lmasa kerak. 10-si ifodani soddalashtiring degan ekan. Endi buni soddalashtiring degan ekan, nima qildik? Tepadan bu minus 8 ni chiqargan bu xato ketibdi-yu menimcha 10-sida. Alaykum assalom.
Ha, 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 -8 ni chiqargan paytimiz pasini berib qolish kerak edi. Bo'ldi, tushundim. Tepada demak bunday edi. A ni -6-si, minusdan plyusdan A ni -4-si, plyusdan A ni -2-si edi. Pastda xuddi shuni plyusi bor edi. A ni 6-si, plyusdan A ni 4-si, plyusdan A ni kvadrati edi. Keyin bu yerdan A ni -8-sini chiqarib yubordim tepadan. Shuni chiqarib yuborsak A kvadrat plyusdan A ni to'rtinchisi plyusdan a ni oltinchisi qoldida mahraj bilan bir xil bo'lib qoluvdida a ni oltinchisi plyusdan a ni to'rtinchisi plyusdan a ni kvadratini berdi. Bular qisqarib ketdida a ni -8-si chiquvdi. Menda ham shunday chiquvdi. Shartda sal xato ketibdi-da. Demak javoblarda a ni -8-si bor edi. Keyin a ni +8-si bor edi. Keyin a ni -6-si bor edi. Keyin a ni +6-si bor edi. Va kechroq kirdingizmi? O'tdimi 9gami? Turdim. Va alaykum assalom. Xudo xohlasa. Xo'p. Omadingizni bersin, nima deymiz. Shu savollar qaytib tushyapti. Hozir mana shunda ham Namanganda tushgan ikkita savol tushgan ekan. Boya Namanganda bo'lgan imtihon bor-ku, o'shandagi ikkita savol tushgan ekan. Shuni ham bir ko'ring. Kecha 28-imtihonnikini hammasini bir ko'rib chiqing, barini ishlanishlari bilan ko'rib chiqing. Va hozir 7 tasi qaytib tushdi-da, 27-sanadagini 7 ta savol qaytib tushdi. Omadingizni bersin. Mayli, xo'p. Man 11 savol esda yo'q ekanda, qanaqa edi bilmadim. Tenglamamidi bu? Keyin yana bir ko'ramiz. Qaysi qolib ketganini. Hozir endi bu yerda biz joylar almashgan bo'lishi mumkin-da. Endi bu yerda hamma eslab qolmagan-ku. Joylar bo'yicha eslab qolganlar bormi? Mana shu soddalashtirishdan keyin nima kelganini. Logaritmni yozganman. E- Endi endi yozganman mana bu yerga yozganman. Men 16 ga yozgandim-da men buni. Ha, shu edi, buni esimda. Bu yerda 11da kelganmidi shu elen? Ha, buni ham yozganman. Yo'q, o tengsizlikni yozdim, 18 ga yozdim javobi. Ha, keyin yana chiqib qolsa yana ko'ramiz. 12-si. 12 savolda tenglamani nechta haqiqiy ildizi borligini so'ragan ekan. Nima qildik? Mana uchalasidan -3 chiqarsak formulani berar ekanda. Bunday qildik. X 4-si o'zi shu chap tarafda qoldi. Bu hammasini tenglikda o'ng tarafiga o'tkazib, 3 qavsdan tashqariga chiqarib yubordim. X kvadrat minusdan 2x plus 1 bo'ldi. Endi bu x kvadrat bo'ldi. Mana bu tenglikni o'ng tarafini ildiz ostida 3 ni kvadrati ko'paytirilgan x minus 1 ni kvadrati dedim. Mana shunday ko'rinishga keltirdim. Mana bu 4-darajali kvadrat deb adashib ketdim. x ni x ni 4-si teng dedik. Buni ildiz ostida 3 x minus 1 ni bitta qilib shuni kvadrati dedim. Endi nima qildim? Ikkita tomondan ildiz chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerdan x kvadrat teng bo'ldi. Ildiz ostida 3 x minus ildiz ostida 3 ga
x kvadrat teng bo'ldi minus ildiz osti 3x plus ildiz osti 3 ga. Shuni bitta minusiga bitta plusiga tengladim. Ikki xil bo'lishi mumkin-da. Endi mana bu o'ng tarafdagini chap tarafga o'tkazsam, x kvadrat minus ildiz osti 3x plus ildiz osti 3 teng 0 desak, bu diskriminantni hisoblasak, diskriminant manfiy bo'ldi. Shuning uchun buni yechimi bo'lmadi. Bunisini ishlaydigan bo'lsam, x kvadrat plus ildiz osti 3x minus ildiz osti 3 teng 0 bo'ldi. Bu yerdan nima qildik? Diskriminantini hisoblaydigan bo'lsak, diskriminanti musbat ekan buniki. Demak, diskriminant musbat bo'lsa, buni aniq ikkita yechimi bor. Shuning uchun bu tenglamaning ikkita yechimi bor degan javob belgilanadi. Savol bormi? 12-si bo'yicha. Bo'lmasa 13 ga o'tamiz. 13-chi misolga qaraydigan bo'lsak, mana bu f at x ni bergan ekan. O'sha f at x quyidagilardan qaysi biriga, mana javoblardan qaysi biri shu uchun o'rinla deyapti. Ya'ni, mana funksiyani kubga ko'targan vaqtda shu qaysi biriga teng bo'ladi? Mana shu variantlardan qaysi biri teng bo'ladi deyapti. Nima qildik? Mana buni yozamiz. Ya'ni kubga ko'tarilgan ekan. Shuning uchun ikkita tomonni kubga ko'tarib yuboraman mana. F at x ning kubi teng deyman. Teng deyman deganim, yana plus yozib teng 1 taqsim x plus x ning nimasiga kubiga ochsak 1 taqsim x ni kubi plusdan 3 ko'paytirilgan 1 taqsim x ni kvadrati ko'paygan x plus 3 ko'paygan 1 taqsim x ko'paygan x kvadrat plusdan x ning kubi. Endi mana bu bilan bu ikkalasi nimani beradi? Bu ikkalasi mana shu funksiyani o'ziga x kubni qo'yib yuborganga teng bo'lyapti ikkalasi. Mana bu x ni o'rniga nima qo'ysak, bergan shuni qo'yamiz-ku. Demak, mana bu x ni o'rniga x kub qo'ysak, mana shu x 1 taqsim x kubi bu qoladi. Mana bu bilan mana bu ikkalasini yig'indisi chiqadi. Hozir x ni o'rniga shuni qo'ysak, bu 1 taqsim x ning kubi plus 1 taqsim x kubga teng ikkalasi. Shunga teng. Demak, shu ikkalasini o'rniga f x ning kubi deb yozsak bo'ladi. Endi bu bilan bu qisqarsa, bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa, nima qoladi? Bu yerda 3 qavsdan tashqariga chiqarib yuborsam, 1 taqsim x plus x qolar ekan. Demak, bu nimaga teng edi? Bu funksiyani o'ziga teng edi. F x ning kubi plusdan 3 ta f x. Mana shuni o'ziga chiqdi. Lekin mana shu variantlarda yo'q edi. Men aniq ko'rdim. Mana shu variantlarning ichida yo'q edi. Hozir mana men yozganimda ham variantlarda yo'q. Agar mana bu S javobda plus bo'lganda edi, shunga teng bo'lar edi. Lekin bu yo'q edi. Endi nima qildim? Mana bu ifodani mana bunga ham teng desa bo'ladi. Mana shu x ni joyiga agar mana bu x ni joyiga 1 taqsim x qo'ysak, bergan 1 taqsim x qo'yamiz-ku. Shuning uchun buni teng deymiz. Mana f 1 taqsim x nima bo'ladi? 1 taqsim x teng x plus 1 taqsim x bo'ladi. Xuddi shu chiqadi-da. Shuni joyiga ular buni yozmagan ekanda, shu 1 taqsim x yozilgan. Mana shu menda A javobda turadi. Mana shu A javob bo'ladi. Tushunarlimi? 13 bo'yicha savol yo'qmi hech kimda? S javob bo'lmaydi. Aytaman-ku, S javob bo'lishi uchun mana bu plus bo'lganda S javob bo'lardi. Bu yerda bizda plus chiqyapti-ku. A javob S javobda turgan bo'lishi mumkin. Menda A javobda turibdi. Endi sizda S javobda turgan bo'lishi mumkin. Joy almashgan. Bunaqa savol yo'q edi lekin. Savol xuddi shunaqa edi. Men o'zim aniq esimda mana shu savollar endi javoblari ham esimda turibdi. Mana shunaqa edi. Keyingisiga o'tsak, 14-sini aniq eslolmadim. 15-si. 15-si 2 mana suratida kosinus alfa edi bu. Kosinus 2 alfa emas edi bu. Bu yerda adashgan bu. Kosinus bu yerda mana bu
kosinus kvadrat alfa bo'lishi kerak. Bu kosinus kvadrat alfa edi. Daraja pasaytirgandan keyin 2 alfa bo'lardi. Mana bu shunaqa edi. 1 plyusdan kosinus 2 alfa taqsim 2 bo'ladi. Yarim burchak formulalaridan daraja pasaytirsak shunga teng edi. Kosinus alfa mana ikkisi bo'lmasligi kerak bu yerda. Shuni hozir qizilga olib qo'yaylik. Mana shu 2 bo'lmasligi kerak. Endi mahraji tangimiz mahraji ham sinus 2 alfa edi. Ha, bu noto'g'ri bu. Noto'g'ri ketgan ekan. Bu o'pish xato bo'libdi. Shuni o'chirib tashlaydi hozir. Boshqatdan yozay shuni. Sheriklarga tashlaymanglar yozib turibdi-da hozir. Mana bu xato nimanda? Demak, ikkita kosinus alfa taqsim tanginus 2 alfa plyusdan sinus 2 alfa bor, kvadrati bor. Surati demak shu ikkita kosinus kvadrat alfa taqsim shunaqa edi. Endi buni soddalashtirsak tanginus 2 alfa chiqadi javobi aniq. 2 ko'paygan. Shu kosinus kvadrat o'rniga demak daraja pasaytirsak 1 plus kosinus 2 alfa taqsim 2 desam, mahraji tanginus 2 alfani sinus 2 alfa taqsim kosinus 2 alfa desak, plyusdan sinus 2 alfa 2 bilan 2 qisqarib ketar ekan, nima qoladi? 1 plus kosinus 2 alfa taqsim mahrajidan sinus 2 alfani qavusdan tashqariga chiqarib yuborsam nima qoladi? 1 taqsim kosinus 2 alfa plus 1 qoladi. Mahraj berib yuborsam 1 plus kosinus 2 alfa taqsim kosinus 2 alfa bo'ladi. Mahraj berdim. Endi mana bu qavusning ichi bir xil bo'lib qoldi. Qavuslar qisqarib ketadi-da. Suratida kosinus 2 alfa taqsim sinus 2 alfa bo'ladi. Bu degani kotanginus 2 alfa chiqadi. Bu bo'yicha hech kimda savol yo'q-a? Keyingisi 16-si. Kimda nechta yechim chiqdi shuni aytinglarchi? Bitta yechim chiqdi. Bitta 1 chiquvdi-yu, adashmasam 1 chiquvdimi? 1 chiqdi. Bir chiqibdi-da. Menda ham 1 bilan bitta minus 5 taqsim 3 chiqdimi? 3 taqsim 5 midi? Aniqlanish sohasini yozib qo'ysak, x katta 0 deb. Endi mana 2 ni ln darajasiga chiqarib yuborsak, ln 4 bo'ldi. Minusdan ln 5. Plyusdan ln 3x plus 2. Keyin mahrajini tenglik buyog'iga ko'paytirib yuborsak, ln x plyusdan ln x plus 3 bo'ldi. Endi mana 4 bun darajasiga o'rta ayirish bo'lgan payti bu bunga bo'linardi. Buni bunga bo'laman. Keyin bu qo'shish bo'lgani uchun bu ko'paytiriladi. Xullas uchalasini birdan yozyapman. 4 ni 5 ga bo'lamiz. Chiqqan javobni 3x plus 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Keyin bu ham teng, bu ikkalasi orasida plus bo'lgani uchun bular ham bir-biriga ko'paytiriladi-da, ln x kvadrat plus 3x bo'ladi. Endi lnlarni tashlab yuboradigan bo'lsak, bu 4 ni ko'paytiradigan bo'lsak 12x taqsim 5 plyusdan 8 taqsim 5 teng bo'ladi x kvadrat plus 3x ga. Demak x kvadrat mana bu turibdi. Bu tenglik nariyoqqa minus o'tadi. Ayiradigan bo'lsak minus 15 minus 3 taqsim 5 x minus 8 taqsim 5 teng 0. Demak buni bitta yechimi 1 chiquvdi, bitta yechimi minus 8 taqsim 5 ekan. Qayerda adashib ketdim? Mana bu plus bo'lar ekan bu. Mana 12 taqsim 3 dan buni ayirgan payti bunisi plus bo'ladi-da, endi to'g'ri bo'ladi. Mana 1 bilan bu chiqdi. X'imiz manfiy bo'lishi mumkin emas, shuning uchun bu yechim olinmaydi-da, bitta yechim bo'ladi. B javob bo'ladi. Bu bo'yicha savol yo'q-a menimcha hech kimda. Keyingi savol. 17-savol qachon tushdi? Kecha tushdimi?
kechagisidanmidi 27 sanada. Ha, 28danmidi shu. Ha, kecha bor edi xuddi shu. Ha, soni ham o'zgarmagan. Tepasini bitta 2 ga ko'paytirib yubordi. Qo'shib yuborsak 2 ko'pay 6 7x bo'ldi. Bu ikkalasi 0 bo'ldi. 32 ga buni qo'shadigan bo'lsak 49 bo'ldi. X'imiz teng 7 chiqdi. X joyiga 7 qo'yib yuboradigan bo'lsak y'imiz 5 chiqdi. Ikkalasini yig'indisini so'ragan, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 12 chiqdi. 18 tengsizlikni yeching degan ekan. Tengsizlik hech trigonometrik tengsizlik yaqin o'rtada tushmaydi-da, shu bugun tushdi-da. Anchadan beri trigonometrik tengsizlik tashamayotgan edi. Tushmayapti deb tushmaydi-yo deb o'yladik, tushib qoldi. Javob oldingmi buni? Sinus x ni qiymati 0 dan katta bo'lishi kerak aniqlanish sohasi. Ikkita tomonni kvadratga ko'tarib oladigan bo'lsak, 2 sinus x kichik yoki teng 1 bo'ladi. Keyin sinus x kichik yoki teng 1 taqsim 2 bo'ladi. Demak, bu nima chiqdi? Ikkalasini bitta qilib qo'sh tengsizlik qilib yozadigan bo'lsak, mana sinus x'imiz kichkina 1 taqsim 2 dan katta yoki teng 0 dan chiqadi. Mana shunaqa chiqadi. Endi buning uchun shu formula, men uchun formulani hech yodlamaganman. Grafik bo'yicha ishlayman, shu grafikda mana sinus o'zini grafigi -1 va 1 oraliqdan chiqmasligi kerak. 0 qo'yganda 0 bo'lardi. Pi taqsim 2 pi da bo'lardi. Pi taqsim 2 da 1 bo'lardi. Mana sinus grafigi shunday ketadi. Endi 1 taqsim 2 ni grafigi mana bu yerdan to'g'ri chiziq o'tsa, keyin 0niki ham mana bunday to'g'ri chiziq bo'ladi. Demak, bizga kerak bo'lgan joy shu oralig'ida, shu oralikda o'zida mana bu yer kerak. Mana bu yer kerak. Mana bu nuqta, mana shu oralig'dagi chizmalar o'shalar kerak. Shu ko'k bilan chizilgan joylar qachon chizilyapti? Ya'ni x ni o'rniga nechi qo'ysak chizilyapti? O'sha joy kerak-da bizga. X ni o'rniga 0 qo'ysak 0 bo'ladi. Mana bu 0 bilan kesishgan joy 0. Endi qachon 1 taqsim 2 ga teng bo'lardi sinus? Pi taqsim 6 dan. Keyingisi bu pi ga yaqinroq joyi qachon edi? Pi dan pi taqsim 6 ni ayirsak 5 pi taqsim 6 ga to'g'ri keladi. Keyin bu yer pi. Demak, mana shu mana bu chizma bo'ldi, bu chizma bo'ldi. Bu tomonda ham bor, cheksiz ketadi. Bu sinusli grafik shunaqa qo'yib cheksiz ketadi. Shuning uchun davrini qo'shib qo'yamiz. Mana buni, demak, mana bu chizma qachon chizilyapti? X ni o'rniga 0 dan pi taqsim 6 gacha sonlarni qo'ysak, shu chizma chizilyapti. Shunga mana bu 0 pi taqsim 6 ga 2 pi ni qo'shsam, keyingisi chiqadi. Mana bu chizma, mana bu. Mana yerdagi x ga 2 pi ni qo'shsam, buniki chiqadi. Bunga 2 pi ni qo'shsam, keyingisiniki chiqadi. Shuning uchun 2 pi deb qo'yamiz. Mana 0 dan 0 davri nima edi? 2 pi n bo'lardi. 0 dan katta yoki teng x kichik yoki teng pi taqsim 6 plus 2 pi n dan. Bunisiniki esa 5 pi taqsim 6 plus 2 pi n dan katta x kichik yoki teng pi plus 2 pi n bo'ladi. Mana shu oraliq bo'ladi. Mana. Shunday chiqdi, bu chiqdi. Endi bizga o'sha javob qaysi javobda ekan? Mana shu C javobda turibdi. Tushunarlimi bu? Mikrofonni bilmasam, ularni men izlab topolmayman-da javohir. Bunday teparoqda bo'lsa yoqishim mumkin. Bilmasam endi qayerda u. Mana qarab qo'l ko'targanlar bor. U Muhammad Ali bilan men izlash degan joyi yo'qda hozir. Mikrofon yoqay desam. Sizlarga mana boshida kirgansizlar, boshida kirganlar shuna bir boshidan tavakkal necha kishi bo'lsa hammasi bunday to'g'ri kelgan mikrofon yoqqanman-da. Hozir ham mana yoqyapman. Kimniki to'g'ri kelsa shunikini yoqyapman. Keyingisi 19 da eslolmaganman, 20 ni ham eslolmayapman. Ikkalasi qolib ketibdi. Necha nima bo'lgan? Keyingisi integral tushganda. Bu integral. Shu 0 pi taqsim 2 midi chegarasi esimda qolmabdi, ya'ni. Mana bu
Ha, chegara to'g'ri. Aha. Demak, buni bo'laklash formulasi bor edi. O'sha bo'laklash formulasidan foydalandim. Mana a dan b gacha bo'lgan funksiya, ikkita funksiya beriladigan bo'lsa, ko'paytma bilan dx shu bittasidan boshlang'ich olardik. Любой bittasidan o'zimiz tanlab olamiz. Bittasidan boshlang'ich, ikkinchisini o'zi bo'lardi. Keyin chegara nima bo'lsa shu a dan b gacha bo'ladi. O'rta minus yana integral a dan b gacha bo'ladi. Boshlang'ich, endi unisini hosilasi bo'lardi. Bundan hosila olamiz ikkinchi funksiyadan. Dx deymiz. Shu bo'yicha ishlashimiz kerak. Endi mana buniki. Nima bo'ladi? Men kosinus x dan boshlang'ich olyapmanda, x minus 1 ga teginmayapman. Kosinusni boshlang'ichi sinus x bo'ladi. Mana x minus 1 ni o'zi turadi. Chegara 0 dan pi taqsim 2 gacha, o'rta minusida 0 dan pi taqsim 2 gacha deyman. Sinus yana sinus bo'ladi boshlang'ichi kosinusni, keyin ko'paytirilgan. Endi bu x minus 1 dan hosila, x minus 1 ni hosilasi 1 bo'lib ketadi. dx. Endi nima qilishimiz kerak? Mana buni hisoblashimiz kerak. Ya'ni birinchi pi taqsim 2 ni qo'yib hisoblaymiz, keyin 0 ni qo'yib hisoblaymiz. Pi taqsim 2 ni qo'yadigan bo'lsam, sinus pi taqsim 2 da 1 ga teng. Pi taqsim 2 minus 1, 0 ni qo'yadigan bo'lsam, sinus 0 dan 0 ga teng, 0 bo'lib ketadi bu. Endi bunisi ikkinchisiniki. Sinusdan boshlang'ich nima edi? Sinusdan boshlang'ich minus kosinus edi, altdan minus bilan plus kosinus bo'lyapti. Chegara 0 dan pi taqsim 2 gacha. Teng pi taqsim 2 minus 1 bo'ldi. Unisi endi kosinus o'rniga pi taqsim 2 ni qo'ysak 0 bo'ladi. 0 ni qo'ysak 1 bo'ladi. Pi taqsim 2 minus 2 bo'lar ekan mana. Mana shu a javobda turibdi ekan. B javobda pi taqsim 2 plus 1 deb yozibmiz. Yana qanaqa javoblar bor? Kimda esida? Pi taqsim 2 minus 1 ham bormidi? Pi minus 2 ham bormidi? Pi taqsim 2 minus 1 chi? Aha, bo'ldi. Rahmat. Mana 4 ta javob bo'ldi. yigirma ikki xuddi shu savol tushuvdi eslaringizda. Mana bu faqat raqamlar ham o'zgarmabdi. U 20 qachon tushuvdi? 27-sanada tushuvdi bu. Faqat bu yerda ana qavs ichida -1 x fx funksiyani teskarisi degan so'z bor edi. Endi nima qilamiz? Bu teskarisi bo'lgandan keyin, ya'ni mana bu qavs ichidagi x bu funksiyani y, ya'ni mana buni o'rniga qo'yish kerak. 2 teng deymiz 3 taqsim ildiz x plus 1 deymiz. Endi bu yerdan ildiz x plus 1 ni topadigan bo'lsak, teng 3 taqsim 2 bo'ladi. Ikki tomonni kvadrat ko'tarib oladigan bo'lsak, x plus 1 teng 9 taqsim 4. X'imiz teng ayirsak 5 taqsim 4 bo'ladi mana. Bu yerda javoblar anada aralash kasr berilgan hammasi 1 butun 1 taqsim 4, bir javobda 1 butun 1 taqsim 5. Obbo. Bizda svet o'chib qoldi-ki. Bilmayman nima bunaqa. 24. Xullas aytganman, kvadrati tomoni degan ildiz 3 deganman, balandligi ham ildiz 3 edi. Demak, buni muntazam oltiburchak degan bu 60. 60 qarshisidagi ildiz 3 bo'lsa, 30 ni qarshisidagi 1 bo'ladi. Shundan mana bundan ildiz 3 marta kichkina bo'lishi kerak edi. Ildiz 3 marta kichkina bo'lsa 1 bo'ladi. Demak, bu yergacha 1 bo'lsa, bu tomoni ham 1 bo'lib, kvadrat tomoni 2 ekan. Kvadrat tomoni 2 bo'ladigan bo'lsa, yuzini so'ragan. Ildiz 3 a kvadrat taqsim 4 bo'lardi. 2 ni qo'ysak, xullas 2 bilan bu qisqarib ildiz 3 chiqadi. Javob mana. Ildiz 3 B javob. Bu bo'yicha bir savol bo'lmasa kerak. Keyingisi. Chizmada deyapti, mana bu 4 burchak berilgan edi. Xullas, eslaringizda bo'lsa kerak. Mana shu birdan ishlashga harakat qilamiz, tezlashtirib. Xullas, mana chizma berilgan. Mana bu to'g'ri 4 burchak degan. Mana bu tomonning uzunligi 9 deb bergan edi. Bu tomonning uzunligi 11 deb bergan edi. Bir tomoni 9, bir tomoni 11 deb bergan. Endi qaranglar. Mana bu uchburchak bilan, mana bu uchburchak o'xshash bo'ladi bir-biriga. Nega o'xshash? Egalasi o'xshashligini qayerdan bildim? Mana bu burchakni alfa desam, mana bu A, H, E burchak alfa desam,
a e h burchagimiz betta deb oladigan bo'lsak bunisini betta desak mana. Bunisini alfa, bunisini betta dedim. Endi alfaga bettani qo'shsam 90 ligini bilaman. Mana alfaga bettani qo'shsam 90 bo'lishi kerak. Mana burchak 90 bo'lgani uchun. Endi mana burchak 90 gradus. Mana bir alfa bo'ladigan bo'lsa, demak mana bunisi betta bo'lishi kerak. Chunki bu burchakka bu burchak qo'shsam 90 bo'lishi kerak-da. Jami 180 bo'lishi uchun. Mana bu 90 bo'lgani uchun bu ikkita burchak qo'shsak ham 90 bo'lishi kerak. Shuning uchun bu alfa bo'lsa, bunisi betta bo'lishga majbur bo'ladi. Endi bir betta ekan, bu betta bo'ladigan bo'lsa, bunisi nima bo'ladi? Alfa bo'ladi. Bu alfa bo'lsa, bunisi betta bo'ladi. Unisi esa nima bo'ladi? Alfa bo'ladi. Xullas, mana bu uchburchakni, mana uchburchak bilan bu uchburchak bir-biriga nima ekan? O'xshash ekan. Bu ikkita uchburchak bir-biriga o'xshashligidan gipotenuzalar nisbati 1/3 bo'ladigan bo'lsa, bu ikkita uchburchakni katetlari nisbati ham 1/3 bo'lishi kerak. Mana bettani qarshisidagi misol uchun men bu yerni men x deb belgilasam, mana bettani qarshisidagi men bu yer 3x bo'ladi. Demak, bettani qarshisidan x dedim. Bu yoq nima bo'lar ekan? 3x bo'ladi. 3x bo'ladi. Shundan 2 marta katta bo'ladi. Endi alfani qarshisidan men bu yerni y deydigan bo'lsam, bu alfani qarshisidagi belimiz nima bo'ladi? 3y bo'ladi. Nisbati mana xullas gipotenuzalar nisbati 1/3 deb misol shartida berilganligi uchun katetlar nisbati ham xuddi shunaqa qilib oldim. Endi mana bu x ga, endi mana bu uchburchak ham xuddi shunaqa, shunga teng, bir xil. Uni gipotenuzasi a, buni ham gipotenuzasi a. Shuning uchun bu ikkita uchburchak bir-biriga nima teng. Endi bu alfani qarshisidagi tomonni men nima belgiladim? Y belgiladim. Demak, bu alfani qarshisidagi tomonim bu ham nima bo'ladi? Y bo'ladi. Endi o'sha y ga 3x ni qo'shsam 11 ga teng. Mana bu y ga, mana bu 3x ni qo'shsam jami 11 ga teng. Bu yoqdan x ga 3y ni qo'shsam 9 ni berish kerak. X ga 3y ni qo'shsam nimani berish kerak ekan? 9 ni berish kerak ekan. Endi bu sistemadan men x bilan y topsam bo'ldi. Nima qilaman? Tepani bitta -3 ga ko'paytirib yuboraman. Tepani -3 ga ko'paytirib qo'shib yuborsam, ikkalasini y lar ketib qoladi. -9x bo'lsa, qo'shsak -8x bo'ladi. Teng bo'ladi -33. -33 ga 9 ni qo'shishimiz kerak ekan. -8x bo'ladi. Bu ikkalasidan necha qoladi? Minusdan 24 bo'ladimi? Adashdimmi? 24 o. X teng 8. Xo'p, 8 deyapman. 3. X ni qiymati 3 ekan. X 3 bo'ladigan bo'lsa, men bu yerga olib borib qo'yadigan bo'lsam, y ham chiqadi. 3 ni qo'ysak, y'imiz 2 chiqar ekan. X bilan y ni topdim men. Necha ekan? X, y 3 ga teng ekan. Endi x kvadratga y kvadratni qo'shsak, nimani berish kerak edi? A kvadratni berish kerak edi. Qayerdan? Pifagor teoremasidan. Mana bu uchburchak uchun ikkita tomon katetlarni kvadratlaymiz, gipotenuzani kvadratini berish kerak. Shu uchburchak uchun shuni yozdim. Endi olib kelib qo'yaman. X joyiga 3 ni qo'yaman, 9 bo'ladi. Y joyiga 2 ni qo'ysam 4 bo'ladi. A kvadrat. Bu yerda a kvadratimiz teng 13 bo'ladi. Mana a kvadrat 13 chiqdi. Endi nima qilaman? Menga mana bu to'rtburchak yuzini so'ragan edi. Bu to'rtburchakning yuzi ikkita tomonni ko'paytmas. Mana yog'i 3a, bu yog'i a. Ikkalasini bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, to'rtburchakning yuzi 3a kvadrat bo'ladi. A kvadratimiz 13 chiqdi. 13 ni 3 ga ko'paytirsak 39 bo'lar ekan. Demak, shuni 139 chiqadi mana. Savol bormi bu bo'yicha? Savol yo'q-a? Eshitilyaptimi o'zi? Tez gapirib boryapman. Svet yonsin. Endi yonmasa uzr endi. Shunday bo'ldi, 39 bo'ldi. Keyingisi, 26-savol kecha testda ham bor edi bu. Hammani esida menimcha. Xuddi shu, o'zgarmagan bu. 27-sanada tushirdi bu menimcha. 27-sanada, kechagida yo'qdi, 27da bor. Xullas, mana bu tomonni x desak, kosinus mana yerda katetda x deydigan bo'lsam, kosinus 30 gradus x ni nimaga nisbati? 64 ga nisbati. Bu yerdan x topsak nima bo'ladi? 64 ko'paytirilgan kosinus 30 gradus bo'ladi. Endi mana bu yerda y desam, mana bu yerdan bergachani y dedim, bu x turibdi. Endi bu uchburchak uchun bu burchak kosinusi y ni x ga nisbati deymiz. Mana kosinus 30 gradus y ni x ga nisbati. Kosinus 30 gradusni bu yerdan y topadigan bo'lsam nima bo'ladi? X ko'paytirilgan kosinus
30 bo'ladi. X'imiz bunga teng edi. Buni shunday olib kelib mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, 64 ko'paytirilgan kosinus kvadrat 30 bo'ladi. Xullas, bundan kelib chiqadiki, mana shu ketma-ket bir xil kam emas. Hammasi kosinus 30 ga ko'paytirilaveradida, mana shu yerga keladi. Oxiri x ga. Necha marta ko'paytiriladi? Shuni topamiz. 1 marta, 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta, 6 marta ko'paytirilar ekan. Va oxir borib mana shu x ning qiymati, nimaga x deb belgilab qo'ydim, adashibman. Xullas x teng 64 ko'paygan ildiz kosinus 6-darajada 30 gradus bo'ladi-da. Kosinus 30 gradus ildiz 3 taqsim 2, shuni 6-darajasi nima bo'ladi? 64 ko'paytirilgan 27 taqsim 64 bo'lar ekan, 64 bilan 64 qisqarib 27 chiqadi. Sizga javob chiqadi. Bu bo'yicha menimcha savol bo'lmasa kerak hech kimda, ha? 28 nimaga? Yo'q, 27 28 yozilmabdi. 27 28 yozilmabdi. O, mana shu 29 meni rosa bir vaqtimni olgan misol bo'ldi. Kimni esida bu misol? Chiqdimi? Javobi chiqdimi sizlarda? Javoblar 24 bor edi, 19 bor edi, 24 bor edi, yana 20 ham bormidi? Nechi bor edi? Aniq eslolmayapman-da. 16 bormidi? 24 bor edi, 16, 19. Yo'q, 16 ham bor edi, Javohir. 19 o'rtachalariga 19 dan kichkina bor edi, 19 dan katta bor edi, ikkita bor edi. 19 dan katta ikkita bor edi lekin. Shu bittasi 20 edi adashmasam. Ha, bo'ldi, xullas shunaqa variantlar bor edi. Menda javob 19 chiqdi. 19 chiqdimi sizlarda ham? Ha, xullas. Uchburchakning yuzi 96 ga teng bo'lsa deganida. Adashmasam 196 mida? 96 devdimi? Aha, 196. Endi nima qilamiz? Qaranglar. Buni medianalar deganda hammasi shu aytilganmi bu yerda shartida. Rasmda shu uchburchak yuzi deyapti, shunga teng, shunga teng bo'lsa, shu bu yerda aytmabdi-ku. Bular mediana deb aytgan edi. AD tomon AD BY SF medianalar deb aytilganda. Ha, medianalar deb aytmaganmidi? Men bo'lmasam ya bo'ldi. G og'irlik markazi deb qo'yamiz undan, G nuqtani. Hozir G nuqta og'irlik markazi deb qo'yaylik. G nuqta og'irlik markazi. G nuqta og'irlik markazi bo'ladigan bo'lsa, nima qilamiz? Endi xullas medianalar kesishgan joyidan 2/1 nisbatda bo'linardi. Medianalar kesishgan joyida har doim nima bo'linardi? 2/1 nisbatda bo'linardi. 2/1 nisbatda bo'linsa medianalar mana bu yergacha 2x bo'lsa, bu yer x. Ya'ni buni jami uzunligi mana yer x bo'lsa, bu yer 2x bo'ladi-da, jami 3x bo'ladi. Ya'ni mana bu mediananing uzunligi 3 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Endi men chiroyliroq bo'lish uchun shunday dedim, ana qilib oldimda. Mana jami AD ning uzunligi 3 ga karrali son bo'lishi kerak. BY ning uzunligi ham 3 ga karrali son bo'lishi kerak. SF ning uzunligi ham nima? 3 ga karrali son bo'lishi kerak edi. Nima uchun? 2/1 nisbatda bo'linish uchun. Endi keyin mana bu shart berilgan edi. AK bilan KD teng. AK bilan KD teng. Endi mana chizma o'xshamay qolibdi. Shu teng edi-da. Xullas men bu yerda y desam, bu yer y. Endi bu 2y bo'lyapti-ku. Demak, buni uzunligi 2 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak ekan. Demak, ham 3 ga, ham 2 ga bo'linadigan son bo'lsa, demak u 6 ga bo'linishi kerak. To'g'rimi? Shuning uchun 6 ga karrali son qilib oldimda, jami uzunligini 6y dedim. 6y bo'lsa, mana bu yergacha 3y bo'ladi. A dan K gacha. Endi K dan G gacha y bo'ladi. G dan D gacha 2y bo'ladi. Nimaga unday qildim mana? Xullas, mana bu yer 3y, bu yoq ham 3y bo'lishi kerak. Mana teng bo'ldi. Keyin bu 4y bo'lsa, mana bu yer 2y bo'ladi-da, 2/1 nisbatda bo'ldi. Shuning uchun ham 3 ga, ham 2 ga bo'linadigan son qilib, 6y qilib oldim. Men kasr qilib yurmay dedim-da, mana bular qo'ysam
kasr qo'ysam yana ishim ko'payib ketadi. Shuning uchun bir ikkalasini bo'linadigan son qilib oldim. Keyin mana bu BL. BL degan BE dan 4 marta kam. 4 martamidi? Sizlarda ham shunaqa edi, ha? Hammada bir xil-ku. Son aniq esimda qolmadi. 4 edi menimcha. Mana bunisi 4, bunisi 3 edi menimcha. Adashmasam shunaqa edi-da. Hozir ham ishlab ko'rak, 19 chiqmasa o'zgartiramiz. Demak, xullas 4. Demak, mana bu 4 bo'lsa, mana BL ni mana buni y deb belgilasak, jami 4y bo'lishi kerak. Jami nima bo'lishi kerak ekan? 4y. Bu y desak, jami 4y bo'lishi kerak ekan. Demak, bu 4 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Ham 2 ga, ham 4 ga bo'linadigan son degani, ham 3 ga, jami 3 ga karrali son bo'lishi kerak edi. Endi ham 4 ga karrali son bo'lishi kerak. Ham 3 ga, ham 4 ga karrali son degani necha degan? 12 degan. Shuning uchun buni jami uzunligini 12x deyman. Jami uzunligi 12x bo'lsa, 12x ni 4 ga bo'lsak necha bo'ladi? 3x bo'ladi. B dan L gacha 3x bo'ladi. Endi undan qolgani necha bo'lishi kerak? Jami 12x edi. 12x dan buni ayirsak 9x qoladimi? 9x qoladi. Keyin 12 ni 3 ga bo'lsam 4 bo'lsa, demak mana bu G nuqtadan E gacha 4x bo'lishi kerak. 4x bo'lsa, endi bu 1 u 2 1 nisbatda bo'lishi kerak. Bu 8 bo'lishi uchun 5x bo'ladimi? L dan G gacha 5x bo'lyapti. Mana 5x bo'ldi mana. Endi mana yerdan gacha 8x, bu 4x. Ikkalasining nisbati mana bu 8x, mana bu 4x bo'ldi. Ikkalasining nisbati 2/1 bo'lishi kerak-da, shunga mo'ljallab. Endi mana bu 3x bo'lsa, jami 12x bo'lyapti. To'g'rimi? 12x, 12x bo'lyapti. Mana shartga ham to'g'ri keldi. Endi SF mana jami deyapti. 3 ta SM ga teng. Ya'ni mana bu yerda Z, mana bu yerdan bergacha Z deb olsak, jami 3 ta nimaga teng ekan? Z ga teng ekan. Demak bu 3 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak ekan. Demak 3 ga bo'linadigan son bo'ladigan bo'lsa, men bu yerda Z desam, M dan S gacha Z desam, S dan G gacha 2Z bo'lishi kerak edi. Demak bu ham Z bo'ladi. Undan qolgani ham Z bo'ladi mana. Mana bu mana 1 u 3 nisbat bo'ldi, 2 u 1 nisbat bo'ldi. Mana hamma tomonni topib oldim. Endi nima qildim? Mana bu burchakni bunday qilib oldim. Mana bu burchakni alfa deb olsam, mana shu yerda alfa desak, endi mana bu uchburchak 196 edi-ku. Shu 96 ni 3 ga bo'ldim. 3 ga bo'lsak necha bo'ladi? 32. Nimaga 3 ga bo'ldim? O'zi 6 taga mana bu medianalar buni teng 6 ta bo'lakka ajratardi. Mana shu medianalar buni teng 6 bo'lakka ajratardi. 6 ga bo'ladigan bo'lsak necha bo'ladi? 16 bo'ladi. Demak mana har biridan 116. Mana buni 116, mana buni 116, 16, 16, 16, 16 ga bo'ladi buni jamini. Mana shuni har birini 16 ga bo'lib chiqadi. Endi mana buni 100 nimaga teng ekan? 32 ga teng ekan. Shuni 100 mana burchakni to'liq alfa dedim. Mana bu A, G, S burchakni alfa deb belgilasam, shu uchburchakni 100 mana 32 teng deyman. Nimaga teng? 4y ni 2z ga ko'paytirib 2 ga bo'lib, orasidagi burchakni sinusini ko'paytirsam, shu uchburchak 100 ni beradi. Mana bu uchburchak 100 ni beradi. Ya'ni mana bu 4y ni 2z ga ko'paytirib 2 ga bo'lib, orasida sinusini ko'paytirsam, shu uchburchak 100 32 ga teng. Endi mana bu uchburchakning 100i K, G, M uchburchakning 100i nimaga teng? Y ni Z ga ko'paytirib 2 ga bo'lib, orasida burchak ko'paytgan. S deyman, K, G, Z teng bo'lyapti. Y ni Z ga ko'paytirib 2 ga bo'lib, orasidagi burchak sinusni ko'paytmas. Shuni bir-biriga nisbatlab olsak, sinus bilan sinus qisqaradi, z bilan z qisqaradi, y bilan y qisqaradi, 2 bilan 2 qisqaradida 32 taqsim s k g z teng bo'ladi nimaga? Z emas, m nuqta ekan-ku, z deb ma'noni olyapman, m ekan. M k g m uchburchakning 100i teng bo'ldi 8 taqsim 1 ga. Bu bilan bu qisqarsa, bu yerdan necha chiqadi? 4 chiqar ekan. K, G, M ni 100i 4 ekan. Buni 100ini topdim. Xullas men bo'yalgan sohani uchburchakdan men buni 100ini topib oldim.
100 nima chiqdi? 4 chiqdi. Endi xuddi shunday qilib bu tomondan topdim mana. Mana bu burchakning yuzi ham 32 da, ikkita 16 16. Bu burchakni beta deydigan bo'lsak, mana bu burchakni o'tkazganimiz beta desak, shu burchak uchun qo'llasak, uning uchun ham mana 32 uni ham yuzi teng deyman nimaga? B dan G gacha 8x, B dan G gacha 8x, G dan S gacha ikkita z taqsim 2 ko'paygan sinus beta deyman. Endi S G L M ni yuzi nimaga teng? Shuni yuzi 5x ni z ga ko'paytirib 2 ga bo'lib sinus betaga teng. Shuni bir-biriga bo'lib yuborsak, sinuslar qisqaradi, zlar qisqaradi, xlar qisqaradi, 2lar qisqaradi. 32 taqsim S G L M ga teng. Teng deymiz nimaga? 16 taqsim 5 ga. Bu bilan mana bu qisqarsa bu yerda 2, bu yerda 1 qoladi. Bu yerdan S G L M ni yuzini topdik. Nima chiqdi? 10 chiqdi. Bunisini yuzi 10 chiqdi. Endi yana bittasini yuzi qoldi. Mana buni yuzi 10 chiqdi. Mana bunisini yuzi 4 chiqdi. Bitta mana buni yuzini topsam bo'ldi. Xuddi shunday qilib buni ham yuzini topdim. 5 chiqqan edi menimcha. Keyin 19 bo'ldi uchalasini qo'shganimda. Buni ham yuzi xuddi shunday 32. 32 teng nimaga? B A G ni yuzini topyapmiz. 32 8x ni 4y ga ko'paytirib 2 ga bo'lib sinus gammaga ko'paytmasi. Bu uchburchakning yuzi nimaga teng? L G K ni yuzi S L K G ni yuzi 5x ni y ga ko'paytirib 2 ga bo'lib sinus nimaga teng? Gammaga teng. Shuni bir-biriga bo'lib yuborsak, bu bilan bu qisqaradi, bu bilan bu hammasi qisqaradida nima qoladi? 32 taqsim S L K G teng bo'lyapti 32 taqsim 5 ga. 32 bilan 32 ketsa, bu yerda S L K G ni yuzi 5 chiqar ekan mana. Endi shu 3 ta uchburchakning yuzini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 19 chiqadi. Bu bo'yicha savol yo'qmi menimcha hech kimda? Tushunarli bo'ldimi? Ovozim eshitilyaptimi? Ovozim eshitilyaptimi? Aha, ayting. Ayting. Ha, teng 6 ta bo'lakka bo'ldi. Mana chiziqlarmi? Yo'q, yo'q. Yo'q. Mana bu mediana bo'lishi mumkinmi shu uchburchak uchun demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, bo'lmaydi bu. Aniq bo'lmaydi. Yo'q, bu medianalar mana bularni mediana deb bo'lmaydi-da. Savol yo'qmi hech kimda? Savolimizni keyingisiga o'tamiz. Aha. Bizni zaryad necha foiz qolibdi? U kompyuterda zaryad 7% qolibdi. 30-si. A vektor, B vektor, S vektor, birlik vektorlar berilgan ekan. Birlik vektorlar degani nima degani? Birlik vektorlar degani uzunligi 1 ga teng deganida ular. Birlik vektorlar degani uzunligi 1 ga teng degani. Shu ikkita uzunliklari bularning uzunliklari 1 ga teng ekan. Men buni hozir bitta rasmga olib tashlab olay. Bularning uzunliklari xullas 1 ga teng ekan. Orasidagi ixtiyoriy ikkitasi orasidagi burchak 60 ga teng bo'lsa, mana shu vektorlar orasidagi burchak kosinusini toping deganida. Xuddi shu savol edi. Demak, kosinus alfa teng deymiz. Ikkita vektor orasidagi burchak deb nima aytiladi? Ularning skalar ko'paytmasini zaryad kam qolibdi deyapti-ku. Hozir shu misolni tugataylik, keyin bir
ko'raman, naryoqda bir shahar liniyasi bor edi. Shu yoqqa agar iloji bo'lsa boramanda qilishga harakat qilaman yana. Xullas, ikkita vektorning orasidagi burchakni kosinus deb qanday olinadi? Mana A vektor bilan B vektor bo'lsa, ikkalasining orasidagi burchakni kosinusi deb ikkita vektorning skalar ko'paytmasini uzunligiga nisbatiga aytilardi. Shu uzunligiga bo'lyapman mana. Teng. Demak, A vektor ko'paygan B vektor plyusdan A vektor ko'paygan C vektor bo'ladi. Taqsim A vektorning moduli ko'paytirilgan B vektorning moduli plyusdan C vektorning moduli teng deyman. Endi agar bu skalar ko'paytmasiga, vektorlar qoidasida skalar ko'paytmasiga uzunligini qo'ysak, ya'ni A ni uzunligi 1, B ni uzunligi 1 ni qo'ysak, orasidagi burchagini kosinusini ham ko'paytirishimiz kerak. Kosinus oltmishni ko'paytiraman. Demak, A ni o'rniga 1, C ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsam, kosinus yana oltmishni ko'paytirishim kerak. Buni mahrajida modul ichida A ni o'rniga 1 qo'yib yuboraman. Endi B plyusini qanday topamiz? B plyusini modulini topish uchun uni ildizni ichiga olib, mana B plyus C vektorini ildizni ichiga olib kvadrat qo'yib yuboramiz. Uzunligini topishimiz kerak-ku. Kosinus 60 da bu 1 taqsim 2 plyus 1 taqsim 2 bo'ldi. Mahraji ildiz ostida b ni kvadrati plyusdan 2 b c bo'ladi. Plyusdan c ni kvadrati bo'ladi. Mana bu vektorlarning qoidasiga ko'ra kvadratning joyiga uzunligini qo'yib yuborish haqqimiz bor. B ni kvadrati 1 ga teng. Plyusdan 2 ko'paygan b bilan c ni o'rniga uzunligini qo'ysak, yana kosinus 60 ni qo'yishimiz kerak. Mana yerga. Keyin plyusdan 1 mana. Demak, kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. 1 plyus 2 ko'paygan 1 taqsim 2 plyus 1 bo'lyapti. Bu nima bo'ladi bu? 1 taqsim 2 bilan bu qisqarib ketsa, ildiz ostida 3 qoladi. Demak, 1 taqsim ildiz ostida 3 bo'lar ekan mana. 30 bo'yicha savol yo'qmi? Savol bo'lmasa 31. 31 ni mana 3 tasini savolingiz bormi? 30 bo'yicha? Ayting. Ildiz ostida 3 qanday bo'ldi? Mana qo'shdik, ildiz ostida 3 chiqdi-da, ildiz ichida turgan sonlar mana 1, 1 ni qo'ysak 3 bo'ladi. Shunday bo'ldi. 31. 31da quyidagi to'plamlarning nechtasi bo'sh to'plam deganida, quyidagi to'plamlardan nechtasi bo'sh to'plam deb aytgan edi. N natural sonlar to'plami, Z butun sonlar to'plami, R haqiqiy sonlar to'plami, I irratsional sonlar to'plami deyilgan edi. Agar gapingiz bo'lmasa mikrofonni o'chirib qo'ying. Yep. Mikrofon yonib. 31da shu berilganida mana shu to'plamlardan nechtasi bo'sh to'plam deganida 5 ta berilganida ikkitasini eslolmadim. Xullas mana bu berilganlardan bitta mana shu 4-inchisi bo'sh to'plam chiqdi. Qolgani hech qaysi bo'sh to'plam emas edi. Shuning uchun 1 degan javob bo'ldi. Mana bu ishlasak, mana bu misol uchun x ni chiqarib yuborsam x plus 19 bo'ladi, teng bo'ladi nimaga? X faktorialga. X ni o'rniga 5 qo'yib ko'rdim. X ni o'rniga 5 qo'yganimda to'g'ri chiqdi mana. 5 qo'ysam 5 mana 24 bo'ladi. 5 ni 24 ko'paysak 120, 5 faktorial 120 ga teng. C bo'sh to'plam emas-da. Bizga bo'sh to'plam bo'lgani kerak. C bo'sh to'plam emas ekan. Mana bu D bo'sh to'plam. Nima uchun? Modul ichida x teng bo'ladi. Bu yerga 3pi yozib qo'yibdimi? 3pi emas edi, pi ni o'zi edi. Bu yerdan topadigan bo'lsak pi minus 10 bo'lardi-da, bu manfiy son bo'ladi. Manfiy son bo'lgani uchun bu bo'sh to'plamda mana shu. 4-inchisi bo'sh to'plam edi. Keyin mana bunga x ni o'rniga 1 qo'yib yuborsak, o'zi 0 chiqardi. Bu ham bo'sh to'plam emas. 5-inchisi ham bo'sh to'plam emas. Bu ham kerak emas. Qolgan ikkitasi kimda esa-da? Ildizi bor edi.
Ayting, ayting boshqatdan astroq ayting. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Voh. Boshqatdan ayting endi. Ha, x kvadrat. Aha. Ha. Bo'ldi eslam. Teng nolida. Teng nolmidi? Keyin x qarashli irratsional sonida. Ha. Bu yerdan bundan to'plam chiquvdi-da menda. Mana bu 9 bo'ladi.